Qadrdonlar, qo'ylarda tuyog'i o'sib ketganda tirnog'ini qanday olishlarni hozir sizlarga ko'rsatamiz. Videodan uzoqlashmay tursalar, tuyog'ini qanday oddiy toyqachida qanday olishlarini ko'rsatamiz. O'sgan agar tuyog'ini olmasalar, tirnog'ini olmasalar, bilasizlar, bir xilga qo'ylar tayyorda ichidan tuyoq chirishi, kasalliklar, har xil kasalliklar kelib chiqadi. Bularni oxirigacha ko'rsatsak, qanday olinish jarayonlarini sizlarga yoritib o'tamiz. Birinchi navbatda o'sha qo'yni ushlab olish kerak. Sizlarga ko'rsatsam, bu tirnoqlarni ko'rasizlar. Yubog'i qatib turib, mana uzoqni ajratib tashlayman. Qatib qaranglar. O'sganini shularni bunga joyli qilib olib qo'yamiz. Shu oddiy toyqachida shu holatda mana bulayapti. Holatda juda tayyorgacha olmaysizlar. Mana joy qilib qo'ydik. Ortiq joy. Bu qadrdonlar mana oyog'i shu o'sgan joylarni ochishni mana qilib qo'yish kerak. Shuncha harakatga mana o'sgan bilan o'smagan, mana o'sgani turiblar, oyoq qo'yilib turiblar, olingan, mana olingan chiroyli holatda. Boshlari ham, ancha ayollarning boshlari ham boshqacha bo'lib qoldi. Boshlar. Mana ko'rsalar, mana shu ko'rsalar, ayollar bir tarafga qiyshayverib bosyapti. Mana tekis o'zi holiga turib. Ko'rasizlar, shu holatda tartibga olinadi, chiroyli qilib. Mana o'sgan. Mana qo'ylarimiz endi baqaga maza qilib yashashadi. Mana qo'ylar. Tushgan go'ngga taskin qaraylar, akkuratni bo'lib to'planib turaveradi. Ayollar ham maza qilishdi, bugun maza qilishadi endi. Shu holatda tartibga olaverasizlar. Mana yerda tursa ham tirnoq o'sadi. Endi abadoda qo'yib olsalar, yedirilib turadi, lekin bu joyda turgan qo'ylar tirnoq o'sadi. Shu holatda mana ehtiyot bo'lasizlar.